Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan o'tadigan 15-chi, ya'ni oxirgi ma'ruzamiz bu polimorfizm. Polimorfizm bu obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy xususiyatlaridan biri edi. Bu ma'ruzamizda aynan mana shu polimorfizm xususiyatini ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz rejasi bilan tanishib olamiz. Bular birinchi polimorfizm, ikkinchi polimorfizm turlari, funksiyalarni qayta yuklash, operatorlarni qayta yuklash hamda ish vaqti polimorfizmi va xulosa qismlaridan iborat. Birinchi rejamiz polimorfizm tushunchasi. Polimorfizm so'zi poli ko'p, morfos shakl degan so'zlardan olingan bo'lib, ko'p shakllilik degan ma'noni bildiradi. C++ tili bir xil nomdagi funksiya turli obyektlar tomonidan ishlatilganda turli amallarni bajarish imkoniyatini ta'minlaydi. Polimorfizm bu shaklning ko'p xilligidir. Bu yerda misol sifatida Felidae, ya'ni mushuksimonlar oilasi ko'rsatib berilgan. Bular hammasi mushuk, lekin mushukning har xil turlari bo'lishi mumkin. Xuddi shunday polimorfizm ham funksiyalarning har xil shaklda, ya'ni ko'p shaklda ishlatilish xususiyati hisoblanadi. Polimorfizm bu kodni bajarilish paytida yuzaga keladigan holatga bog'liq ravishda o'zini turlicha amal qilish xususiyatidir. Polimorfizm bu faqat obyektlar xususiyati bo'lmasdan, balki funksiyalar a'zolar xususiyatidir. Bu holatga funksiyalarni qayta yuklash deyiladi. Polimorfizm amallarga ham qo'llanilishi mumkin, ya'ni amal mazmuni natijasi operand berilgan turiga bog'liq bo'ladi. Polimorfizmning bunday turiga amallarni qayta yuklash deyiladi. Polimorfizmning hayotiy misoli odam bir vaqtning o'zida turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, erkak kishi odam bo'lishi bilan bir vaqtning o'zida ham oilada ota, ishda esa xodim bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bir odam turli vaziyatlarda turli xil xatti-harakatlarga ega. Bunga polimorfizm deyiladi. Polimorfizm obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida qaraladi. Ikkinchi rejamiz polimorfizmning turlari. Polimorfizm asosan ikki turga bo'linadi. Bular kompilyatsiya vaqti polimorfizmi, ya'ni compile time, ikkinchisi esa ish vaqti polimorfizmi, ya'ni runtime deya yuritiladi. Masalan, polimorfizm ikki xil toifaga ajratib oldik. Kompilyatsiya vaqti polimorfizmi va ish vaqti polimorfizmi. Kompilyatsiya vaqti polimorfizmini o'zini ikki xil toifaga turga ajratamiz. Bular funksiyalarni qayta yuklash va operatorlarni qayta yuklash. Runtime, ya'ni ish vaqti polimorfizmiga esa virtual funksiyalar kiradi. Compile time polimorfizm, ya'ni kompilyatsiya vaqti polimorfizmi bu funksiyalar va operatorlar overloadi, ya'ni funksiyalar va operatorlarning qayta yuklanishidir. Function overloading or operator overloading deya aytiladi. Runtime, ya'ni ish vaqti polimorfizm esa vorislik va virtual funksiyalardan foydalanishda vujudga keladi. Buni function overriding deya aytishimiz mumkin. Polimorfizm bu kodning bajarilish paytidan yuzaga keladigan holatga bog'liq ravishda o'zini turlicha amal qilish xususiyati hisoblanadi. Polimorfizm faqat obyektlar xususiyati bo'lmasdan, balki funksiyalar a'zolar xususiyati, ya'ni bitta nomdagi funksiya a'zoni har xil turdagi argumentlarga ega va bajaradigan amali unga uzatiladigan argumentlar turiga bog'liq bo'lgan funksiyalar uchun foydalanish imkoniyatida namoyon bo'ladi. Bu holatga funksiyalarni qayta yuklash deyiladi. Polimorfizm amallarga qo'llanilishi mumkin, ya'ni amal natijasi operand turiga bog'liq bo'ladi. Polimorfizmning bunday turiga amallarni qayta yuklash deyiladi. Uchinchi rejamiz polimorfizmning asosiy turlaridan biri bo'lgan, ya'ni kompilyatsiya vaqti polimorfizmining funksiyalarni qayta yuklash qismi. Kompilyatsiya vaqtidagi polimorfizm, ushbu turdagi polimorfizmga funksiyalarni va operatorlarni qayta yuklash kiradi. Funksiyalarni qayta yuklash agar bir xil nomga ega, ammo turli parametrlarga ega bir nechta funksiyalar mavjud bo'lsa, bu funksiyalar qayta yuklangan deb aytiladi. Funksiyalar argumentlar sonining o'zgarishi yoki argumentlar turining o'zgarishi bilan qayta yuklanishi mumkin.
Bitta interfeys bir nechta metod, ya'ni metodlarni overloadi. Bu degani bitta metod har xil toifadagi tiplarni qabul qilib, natijasini chiqarib beradi. Misol uchun, sum nomli funksiya faqat ikkita int emas, ikkita haqiqiy son yoki bitta haqiqiy va bitta butun son va hokazo qabul qilib natijalarni chiqarib berishi mumkin. Agar funksiyaning parametrlari har xil tip oladigan bo'lsa, unda funksiyalarni qayta yuklashimiz kerak. Ya'ni overload qilish kerak bo'ladi. Bunda funksiya nomi bir xil, faqat qaytarish tipi va qabul qiladigan parametrlarning tiplarigina o'zgaradi. Misol sifatida bu yerda sum nomli funksiya yaratilgan. Bu butun sonli qiymat qaytaradi va ikkita butun sonni argument sifatida qabul qiladi. Ikkalasining yig'indisini natija sifatida qaytarishimiz mumkin. Xuddi shunday nomli yana bitta funksiyamiz mavjud, lekin bu haqiqiy sonlarni qo'shadi va natijani haqiqiy toifada qaytaradi. Asosiy dasturda biz bu ikkala funksiyaga ham murojaat qilishimiz mumkin. Birinchi butun sonlarni uzatish orqali, ikkinchi haqiqiy sonlarni uzatish orqali funksiyadan foydalanamiz. Bu yerda qabul qiluvchi argumentlar butun son bo'lsa, avtomatik tarzda birinchi funksiya ishga tushadi. Haqiqiy sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi funksiya ishga tushadi. Bu yerda ikkita funksiyamiz qayta yuklangan, ya'ni bir xil vazifani bajaruvchi har xil funksiyalar hisoblanadi. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, birinchi holatda butun sonlar yig'indisi 9 ga teng bo'ldi, ikkinchi holatdagi haqiqiy sonlar yig'indisi 7,8 ga teng bo'ldi. Bu yerda satrlar uchun ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni add funksiyamiz butun sonlarni qo'shish vazifasini bajaradi va satrli konstantalarni ham qo'shish vazifasini bajarishi mumkin. Ikkita holatda funksiyaga murojaat qilamiz. Birinchi holatda butun sonlarni uzatamiz, ikkinchi holatda esa ikkita satrli konstantani berish orqali satrlarning yig'indisini hosil qilishimiz mumkin. Bular ham bir xil nomli har xil funksiyalar hisoblanadi. Keyingi misolimizda sinfdagi funksiyalarni qayta yuklashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun overload deb nomlangan klass yaratib olamiz. Bu sinfda 3 ta funksiyamiz mavjud. Birinchi funksiyamiz butun sonli argument qabul qiladi, ya'ni bitta parametrli funksiya va qabul qilingan sonni ekranga chiqaradi. Butun son deya izoh bilan. Ikkinchi funksiyamiz ham xuddi shunday nomli, lekin haqiqiy toifali argument qabul qiladi va uni ham ekranga chiqaradi. Uchinchi funksiyamiz ikkita parametrni qabul qiladi, ya'ni ikkita butun sonli parametr. Bu sonlarni ham ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. Klassimizning obyektini yaratib olamiz va obyekt orqali funksiyalarga murojaat qilamiz. Avval butun son beradigan bo'lsak, bu holatda birinchi funksiya chaqiriladi. Haqiqiy son beradigan bo'lsak, u holatda ikkinchi funksiyamiz chaqiriladi. Butun sonlardan iborat ikkita argument beradigan bo'lsak, u holda uchinchi funksiyani chaqirish amalga oshiriladi. Dastur natijasi birinchi funksiyamiz, ikkinchi funksiyamiz va uchinchi funksiyalarning natijalari hosil qilinadi. Keyingi 4-chi rejamiz operatorlarni qayta yuklash. Operatorlarni qayta yuklash. C++ tili operatorlarni qayta yuklash imkonini beradi. Masalan, ikkita sonni qo'shish uchun plus operatoridan foydalanamiz. Bu operatorni qayta yuklash orqali ikkita kompleks sonni ham qo'shishimiz mumkin. Biz bilamizki, bu qo'shish operatori uning vazifasi ikkita operandni qo'shishdir. Shunday qilib, bitta operator butun operandlar orasiga joylashtirilganda ularni qo'shadi. Kompleks sonlar uchun ham bu operatorni qayta yuklab, ikkita kompleks sonni qo'shish vazifasini bajartirishimiz mumkin. Bu yerda aynan mana shu misolni ko'rib chiqamiz, ya'ni plus operatorini kompleks sonlar uchun qayta yuklaymiz. Buning uchun kompleks nomli klass yaratib olamiz. Unda real va image nomli maydonlari mavjud. Kompleks sonning haqiqiy va mavhum qismlari. Sinf konstruktorini yaratib olamiz. Bu r va i degan qiymatlarni qabul qiladi. Real maydonimizga r ni, image maydonimizga esa i o'zgaruvchining qiymatini o'zlashtirish vazifasini bajaradi.
Operatorni qayta yuklash uchun operator kalit so'zidan foydalanamiz va undan keyin operatorning o'zi yozib olinadi. Bu yerda qo'shish operatori qayta yuklanishi uchun haqiqiy qismlari alohida, mavhum qismlari esa alohida qo'shib olinishi zarur va natija sifatida mana shu hosil qilingan kompleks sinfni qaytaramiz. Print metodi esa bu yerda real va image qismlarini izohlar yordamida chiqarish vazifasini bajaradi. Asosiy dasturimizda kompleks sinfning obyektlarini yaratib olamiz. Birinchi obyekt 10 va 5 qiymatlarini oldi. Bu 10 plus 5i shaklida yoziluvchi kompleks son. Ikkinchi obyektimiz esa 2 va 4 sonlarni oldi. Bu esa 2 plus 4i shaklida yoziluvchi kompleks son. Uchinchi kompleks sonimizga birinchi va ikkinchi kompleks sonlarning yig'indisini hosil qilamiz. O'z navbatida bu yerda plus operatori qayta yuklangan. Bu operator ikkita kompleks sonni qo'shish vazifasini bajaradi. Ya'ni ikkita obyektning mavhum qismlari o'zaro qo'shiladi, haqiqiy qismlari o'zaro qo'shiladi va natijamiz uchinchi obyektda hosil bo'ladi. Bu obyektning print metodiga murojaat qilish orqali kompleks sonni real plus image shaklida hosil qilib olishimiz mumkin. Ushbu misolda plus operatori qayta yuklangan, plus operatori qo'shish operatori bo'lib, ikkita sonni, ya'ni butun va haqiqiy sonlarni qo'shishi mumkin. Ammo bu misolimizda operator ikkita kompleks va murakkab sonlarni qo'shish uchun qayta yuklangan. Natijasi 12 plus 9i shaklida hosil qilinadi. Bu yerda i ni 9 dan keyin yozishimiz ham mumkin edi. Kelasi rejamiz 5-reja ish vaqti polimorfizmi, ya'ni polimorfizmning ikkinchi turi. Ish vaqti polimorfizmi ushbu turdagi polimorfizmga funksiyani qayta aniqlash orqali erishiladi. Funksiyani qayta aniqlash meros olingan sinfda bazaviy sinfning metodlaridan biri uchun ta'rif mavjud bo'lmaganda ishlatiladi. Ya'ni bazaviy sinfdan meros olinganda biror metod bazaviy sinfda aniqlangan bo'lsa, bu metodni qayta aniqlash mumkin. Bazaviy sinfdagi qaysidir metod hosila sinfga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, u holatda bu funksiyani qayta yuklashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu polimorfizmga ish vaqti polimorfizmi deyiladi. Misol sifatida bu yerda animal nomli sinf yaratilgan. Bu sinfda talk nomli metod mavjud. Bu metodda salom so'zi ekranga chiqarilishi lozim. Keyingi dog sinfni animal sinfidan meros olamiz. Yuqoridagi bazaviy sinfning talk metodi hosila sinfga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu holatda hosila sinfdagi metodni qayta yuklaymiz. Ya'ni bu mana bu qismidagi aytib o'tganimiz funksiyani qayta aniqlash deya aytiladi. Talk metodi ikkinchi hosila sinfimiz uchun yangitdan yaratiladi. Bu yerda yangi ma'lumotni ekranga chiqarishimiz mumkin. Uchinchi sinfimiz cat sinfini ham yuqoridagi animal nomli bazaviy sinfdan meros olamiz. Bu sinfda ham talk metodini qayta aniqlaymiz. Ya'ni unda boshqa bir izohni ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi sinfimiz odam sinfi animal sinfidan meros olishi mumkin. Bu oxirgi sinfimizda talk metodi qayta aniqlanmadi. Demak, odam sinfi animal sinfining metodiga to'g'ridan-to'g'ri merosxo'r hisoblanadi. Asosiy dasturimizda har bitta sinfning obyektini yaratamiz. Avval cat sinfining obyekti yaratildi, undan keyin dog sinfining obyekti va odam sinfining obyekti yaratildi. Har bitta obyekt orqali sinfning metodlariga murojaatni amalga oshiramiz. Avval cat sinfining talk metodiga murojaat amalga oshirildi. Bu holatda meow so'zi ekranga chiqarilishi kerak. Undan keyin dog sinfining talk metodiga murojaat qilindi. Bu holatda mana bu izoh hosil qilinadi. Va odam sinfining talk metodiga murojaat qildik. Bu yerda metod qayta aniqlanmaganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri animal sinfining talk metodi chaqiriladi. Va natija quyidagicha hosil bo'ladi. Yana bir misolni ko'rib o'tamiz. Uchburchak sinfidan to'g'ri burchakli uchburchak sinfini meros qilib olamiz va mana shu sinflarda metodlar uchun polimorfizmni qo'llaymiz.
Uchburchak sinfimizda 3 ta o'zgaruvchi mavjud. Uchburchakning 3 ta tomoni A, B, C o'zgaruvchilari bilan belgilab olamiz. Va sinfning konstruktorini yaratamiz. Konstruktor bu maydonlarni qiymat bilan ta'minlaydi. Yuzasi uchun metod yaratib olamiz. Bu metodimiz uchburchakni yuzasini Geron formulasi orqali hisoblab beradi va yuzaning qiymatini qaytarish vazifasini bajaradi. To'g'ri burchakli uchburchak nomli sinf yaratamiz. Bu sinfimiz yuqoridagi uchburchak sinfidan meros oladi. Bu sinfning ham konstruktorini e'lon qilamiz. Unda faqat ikkita qiymat, ya'ni uchburchakning katetlarini kiritib olishimiz mumkin. Bu konstruktor yuqoridagi sinfning konstruktoridan meros oladi. Va yuzasi degan sinfni qayta aniqlashtiramiz. Nimaga deganda, to'g'ri burchakli uchburchakning ikkita kateti bo'lganligi uchun uning yuzasi uchun ikkita katetdan foydalanib boshqa formulani yozishimiz mumkin. Funksiya uchburchak sinfi orqali polimorfizmni qo'llaydi. Ya'ni yuzani chiqarish nomli metod yaratamiz. Bu metod ikkita uchburchak uchun ham amal qilishi lozim. Izoh orqali bu yerda uchburchak yuzasini ekranga chiqaramiz. Asosiy funksiyamizda uchburchak sinfining obyektini yaratib olamiz va unga 3 ta qiymatni uzatamiz. To'g'ri burchakli uchburchak uchun esa alohida obyekt yaratamiz, unga 2 ta qiymat uzatamiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning 2 ta kateti yetarli yuzani hisoblashimiz uchun. Polimorfizmni qo'llaymiz bu yerda. Yuzani chaqirish metodiga 2 ta obyektni uzatamiz. Avval uchburchakni, undan keyin to'g'ri burchakli uchburchakni. Bu holatda bir xil nomli funksiya ikkita obyekt uchun ham natija chiqarish vazifasini bajaradi. Dastur natijasini ko'ramiz. Avval tomonlari 3, 4, 5 bo'lgan uchburchakning Geron formulasi orqali yuzasi hosil qilinadi. Bu 6 ga teng bo'ldi. Ikkinchi tomonlari, ya'ni katetlari 5 va 7 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak hosil qilindi va uning yuzasi natija sifatida chiqariladi. Abstrakt sinflar va sof virtual usullar. Obyektlari hech qachon amalga oshirilmaydigan bazaviy sinf abstrakt sinf deb ataladi. Bunday sinf faqat obyektlari amalga oshiriladigan hosila sinfning asosiy klassi bo'lishi uchun mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni unda hech qachon obyekt yaratilmaydi. Asosiy sinfni abstrakt qilish uchun sinfga kamida bitta sof virtual funksiyani kiritish kifoya. Hech bo'lmaganda bitta sof, ya'ni bo'sh virtual funksiyaga ega bo'lgan sinf abstrakt sinf deyiladi. Quyidagi tavsifga ega bo'lgan komponentali funksiya sof virtual funksiya deyiladi. Avval virtual kalit so'zi, undan keyin qaytaruvchi toifasi, funksiya nomi va formal parametrlar ro'yxati. Undan keyin unga 0 qiymati o'zlashtiriladi. Mana shu sintaksis bilan yozilgan funksiya sof virtual funksiya deyiladi. Xulosa qismimizni ko'rib o'tamiz. Polimorfizm bu kodni bajarilish paytida yuzaga keladigan holatga bog'liq ravishda o'zini turlicha amal qilish xususiyati hisoblanadi. Polimorfizm 2 xil turga ajratiladi. Kompilatsiya vaqti polimorfizmi va ish vaqti polimorfizmi. Kompilatsiya vaqti polimorfizmining o'zi 2 xil turga ajratiladi. Funksiyalarni qayta yuklash va operatorlarni qayta yuklash. Ish vaqti polimorfizmning bitta turi mavjud. Bu virtual funksiyalar hisoblanadi. Ushbu turdagi polimorfizmga funksiyani qayta aniqlash orqali erishiladi. Bu darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.